Assalomu alaykum do'stlar. Bugun bu video orqali men qanday qilib sizlarga ekzamen topshirmagan holatda bizaga berilgan Cisco CCNA hamda CCNP sertifikatlarimizni muddatini, ya'ni 3 yildan yanayam ko'proq muddatga cho'zishni o'rgataman. Bilasizki, biza sertifikatimizda expired muddati bor, ya'ni 3 yilda srok o'tadi. Shu srogini yangilash uchun biza nima qilishimiz kerak? Ekzamen topshirishimiz kerak. Va men sizlarga buni hozir alternativ yo'l, ya'ni ekzamen topshirmagan holatda qanday qilib ekzamen expired bo'ladigan muddatini, sertifikatimiz expired bo'ladigan muddatini cho'zishni o'rgataman. Bizlarni yo'qotib qo'ymaslik uchun like va podpisatsiya bosishni unutmang. Demak, boshladik. Xo'p, qaranglar. Hammamizda cpcertmetrics.com dan sertifikatimiz chiqqanligi haqida informatsiyalarimiz, bu shaxsiy profillarimiz, mana shu yerda hamma ma'lumotlarimiz bo'ladi. Mana shu yerga e'tibor beradigan bo'lsangiz, sizda CCNA bo'lsa yoki CCNP bo'lsa, mana bunaqa ko'rinishda sizda page ochiladi va bu pageda progress bo'limi bor. Progressda sizda mana bu narsalar nol bo'lishi mumkin. Bular nima? Continue education degan narsa bor. E'tibor bersalaring. Continue education program bu, agar siz sertifikat olasiz va o'qishni davom ettiradigan bo'lsangiz Ciscoda, u sizni bu sohadan chiqib ketmadi, bu sertifikati aktiv deb sizni sohada bu odam deb nima deydi, shunaqa deb o'ylashadi va sizni sertifikatlaringizni muddatini cho'zib borishadi. Kelinglar bu haqida gaplashamiz. Demak, siz kredit yig'ishingiz kerak bo'ladi. Bu kreditlarni qanday olish haqida hozir birozdan keyin tushuntiraman va CCNA uchun siz 30 kredit, CCNP ni to'liq yangilamoqchi bo'lsangiz, ya'ni sizda misol core exam topshiramiz va concentration exam topshiramiz. Mana shu ikkita ekzamen uchun 40-40, ya'ni 80 kredit yaraydigan bo'lsa, sizda avtomatik sertifikat muddatingizni, ya'ni 3 yilga cho'zib berishadi CCNPda. CCNA bo'ladigan bo'lsa, sizga 30 kredit o'zi yetarli. Kelinglar nima qilamiz? Cisco.io degan sayt bor. io.cisco.com. Shunga kirasizlar va mana yerda tekin kurslarni belgilaysizlar, tanlab qo'yasizlar. Cisco.io hamda mana bu kreditlar 30 kredit va 60 kreditlarni beradigan kurslarni tanlab olasiz. Va sizda mana bu 6 ta kurs chiqadi, katta ehtimol bilan. Xo'p, e'tibor bersalar, bunda kreditlar bor. Mana 8 kredit, 41 kredit, 6, 16, 5, 8. Bularni yig'sa taxminan 88 mi, shunga yaqin kredit beriladi. Bu degani siz 88 tekin kredit olishingiz mumkin degani. Buni siz nima qilasiz? Bu kurslarni o'qib bo'lganingizdan so'ng, misol uchun mana bu kursda o'qimoqchi bo'ladigan bo'lsam, ustiga bosasizlar, sizlar ham va mana yerda view pricing optionda bossalaring, biza bu kurs tekin bo'lganligi uchun start learning bo'ladi. Start learning tugmasini bosgan holatda biza nima qilamiz? Mana bu yerda Continue Education Programs bor, ya'ni c.cisco.com degan saytimiz bor. Bu saytga kirsalaring va mana bu qaysidir kursni tugatadigan bo'lsangiz, sizlarga kreditlaring mana shu yerda yig'ib boriladi. Endi kelinglar. Nima ish bo'ladi? Agar siz kerakli kreditni yiqqaningizdan so'ng, misol uchun CCNA sertifikatingiz bor va siz 30 kredit kerak bo'ladigan bo'lsa, siz 30 kredit berishingiz bilan avtomatik sizda sertifikat muddatingiz 3 yilga, o'sha kundan boshlab 3 yilga cho'ziladi. Faqat bitta sharti bor, sertifikatingiz aktiv bo'lishi kerak. Misol uchun men o'zimni kesimda ko'rsataman. Menda CCNA, CCNP sertifikatlar bor. CCNP sertifikatlarni 2027-yilni qaysidir oyida, may oyida adashmasam, so'rab o'tish kerak edi. Lekin menda 78 kredit bor edi va mana bu oxirgi kreditni olishim bilan aytishingiz mumkin, senda ko'p kreditlar deyishingiz mumkin. Ha, menda ko'p kreditlar bor, lekin men bir qancha yillar oldin sertifikat shunaqa holat bo'lib qolgan edi. 80 kredit evaziga meni sertifikatlarim muddati yangilangan edi. 80 kredit chiqib ketgan va undan tashqari menda 78 kredit qolgan. 78 dan mana 5 kredit yana o'qiganimdan keyin 83 kredit bo'ldi menda va mana bir necha kun oldin mana sertifikatimni muddatini yana ham cho'zib berishdi 2029-yilgacha. Ana endi qaranglar. Bunaqa holat xuddi sizda ham bo'lishi mumkin. Ya'ni mana bu yerda siz nechta kreditingiz borligini bilishingiz mumkin. Bu Certmetrics platformasida, ya'ni bu yerda sizda hamma historiyalaringiz turadi, Cisco tomonidan olib borilgan va mana hozirgi holatda menda sertifikatlar 2029-yilda amal qilish muddati tugaydi.
Agar siz faqat CCNA sertifikatingiz bo'layotgan bo'lsa, sakson kreditingiz bo'lsa, yana o'sha bir 1 yil, 2 yil, 3 yil ichida yana Cisco'ni yana kreditlar boyagi mana bu Cisco'ga yana tekan bepul kurslar qo'shiladi. Qo'shilganda siz 90 kredit to'playdigan bo'lsangiz, e'tibor bering, 3 marta 30 kreditdan ishlatsangiz 9 yilga sizda sertifikatingiz muddatini aktiv qilib beradi. Ya'ni bu degani siz 9 yil shu sohada ishlayotgan, uzluksiz ishlayotgan xodim maqomi beriladi sizga. Hop, shunaqa qiziqarli informativ ma'lumotni o'tkazib yubormaslik uchun bizga kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. O'zbekona Biz sizni ehtiyojingizni qiziqishga aylantiramiz. Xayr, salomat bo'ling.